Yaqinda 18 yoshli qiz o'sha 20 litrlik kul suvini 2 kun davomida ichib olamdan o'tib qoldi. Mana ro'za oylarida, mart oylarida bo'lgan narsa 2 oy davomida qonda qand miqdori juda ham baland yurgach, birinchi tip qandli diabet bo'lib qolgan. Shunchalik suv ichganki, endi mana bitta kullerda qancha suv bo'ladi? 20 litr suv bo'lsa, mana shu kullerda suvini 2 kunda o'zi ichib tugatvergan. Lekin afsuski uydagilar tomonidan nima uchun bunaqa suv ichyapti, nimaga ozib ketyapti degan narsa bo'lmagan. U qizam o'zi tushunmagan, yurgan shu holatda 2 oy shu holatda yurgan. Keyin qiz tinimsiz shamollashni boshlagan. Lorga borgan, gaymarit bo'lganda yuvish nimalari qilingan va oxiri ham shamollash yuqori, ham giperglikemiya, ya'ni qonda glyukoza miqdori baland, oxiri qiz komaga tushib qolgan va kasalxonaga tushgan. O'sha vrachlarning qasi bilan bir o'ziga kelgan, komadan chiqqan, lekin afsuski uzoq vaqt davomida 2 oy davomida qonda qand miqdori baland yurganligi uchun, organizmga ham suvsizlanganligi uchun, o'sha organlarga yomon salbiy ta'sir bo'lganligi uchun afsuski qiz keyin olamdan o'tib qolgan. Bu qizda birinchi tip qandli diabet bo'lgan, ya'ni oshqozon osti bezi ma'lum bir sababga ko'ra birdan o'z faoliyatini to'xtatadi. Ya'ni oshqozon osti bezida insulin ishlab chiqaradigan langer gaz ochilgan joy borda. Mana shu qismda insulin ishlab chiqaradigan hujayralar shikastlanish natijasida demak insulin yetishmovchiligi yuzaga kelgan. Insulin vazifasi nima? Insulin vazifasi qondagi glyukozani hujayraga kiritish, ya'ni hujayrani glyukoza bilan ta'minlash, energiya bilan ta'minlash vazifasini bajaradi. Hujayraga glyukoza kirmasa, demak hujayra och, energiyasi yo'q, demak ishlay olmaydigan, o'zining vazifasini bajara olmaydigan hujayra bo'ladi bu holatda. Va mana shu holatda qiz giperglikemik holatda 2 oy davomida yashagan. Bu juda ham qiyin, juda ham og'ir holat. Ikkinchi tip qandli diabetda balki bu holatda misol uchun yurishi mumkin, chunki ularda insulin rezistentli bo'lgani uchun birinchi tipga o'xshab qonda qand miqdori 20-30 bo'lmaydi ularda. Boshlanishda 7, 8, 9, 10 bo'lishi mumkin. Misol uchun 1 yil, 2 yil yurish natijasida qonda qand miqdori 15-20 bo'lishi mumkin. Lekin birinchi tip diabet juda ham shiddat bilan rivojlanadi. Bu birinchi tip diabet o'zi asosan yosh bolalarda ko'proq uchraydi. Turli xil stresslar natijasida, autoimmuniy jarayonlar, turli xil viruslar natijasida bo'lishi mumkin bu narsa. Birinchi navbatda bunda ota-ona e'tibor qaratish kerak, bolasida o'z-o'zidan vazn ketish bo'ladi. O'z-o'zidan hech qanaqa dieta qilmayapti, sport bilan shug'ullanmayapti, o'z-o'zidan ozish bo'ladi. Va ko'p suyuqlik ichish bo'ladi. Ikkinchi tip diabetga solishtirganda ham birinchi tip diabet bemorida qonda glyukoza miqdori juda ham baland bo'lgani uchun suvga bo'lgan ehtiyoj ham deyarli 2 barobar baland bo'ladi. Juda ham holsiz, charchoq, uyquchan bo'lib qoladi. Hech narsa yoqmaydi, faqat yotish qoladi, faqat uxlash qoladi. Bunaqa holatlarda ota-onalar farzandida ko'rdimi shu shikoyatlarni birdan qonda qand miqdorini tekshirdirish kerak bo'ladi. Normada maksimum 601 gacha bo'lishi kerak qonda qand miqdori. Undan oshdimi, demak bu norma hisoblanmaydi va darhol endokrinolog shifokorga ko'rsatish kerak.